Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana sizlarga yana videomizni tayyorladik. Xudo xohlasa kuzatishda davom etinglar. Iloji boricha o'zimiz sohamizni yorqinroq yoritishga harakat qilyapmiz. Shtobi odamlar nimaga kolodis qo'dirayotganligini tushunib yetishligi uchun, to'g'ri hammani ahmoqqa chiqarishlik emas, to'g'ri tushuninglar. Bu narsani tushungan bor, bilgan bor, bilmagan bor. Shuni hisobiga iloji boricha ko'proq video qilyapman. Tushuntirishlikni xohlagan holatda. Bu katta kolodis bo'ladi. 170 ga 90 ligi bu. 220 ligi bor, bundan ham kattaroqlari. U kolodislarimiz katta bog'cha, maktab, internet, mana shu yerlarda qo'yiladi. Endi biz xonadonlar qo'yyapmiz, xuddi shuni kichkinaroq varianti. Aylanasi 120 bo'ladi, bo'yiga 90 bo'ladi. Bu narsa ko'proq qayerga ishlaydi? Zakkash yerlarimizga, 2 metrdan suv chiqib ketadigan yerlarga, hojatxonasini suvli qilgan yerlarga, hammom, oshxona, hojatxonasini bitta qilib yuborgan yerlarga ko'proq ishlaydi bunaqa filtr variantimiz.